Assalomu alaykum aka ukalar. Mana bugungi syomkamiz Uyali mal bozori, Noyay Xuroson. Hamma haz narx-navon tanishtiramiz. Ko'rib bitta podpiskani bosib qo'yinglar. Chan girstisha? Hazor suma katkuz bolar. Afg'onilda. Ana isha yakinim hazor girsday. O'zi Afg'oni. 1,5 so'm. Syomka qilib. Necha so'm taka? 1000 so'm. Pul olish qancha? 850. Bu urg'achisi. Bu 600. Pul olish qancha? 5,5. Ha, buna yana savdosi bor ekan. Barra changisi? Hazor so'm? Nerede? Açan girse? Ha? Ha? Çandiye tako? Şimdi kalon şansı mı? Azor dusa. Yoşçu? Azor sesadi bu arzon meşe takoy kalon fason. Umayda hoşçu? Azor saat 1150 bu arzon meşe. 1200-1300'den yana muamilası var. Hey baro chans mı? Josh, 800 so'mni haftani. Pul girish? Naraynish bo'ldi. Joy. Chanda bo'lar. Kalonlar ses 5 maylar taksi bilan ku. Yemish chanda? Ola beti kolonlar ne? Sesat panjo bu muamila. Arzon bo'lar, semiz, balasiyam semiz. Nechiga berasiz keyin buni? Ha? Nech? No. Pul olish qancha? Men hammasini bersang olaversin. Hay, oxirisini ol. Biren so'm qayda beraman? 22 qanday? 24 kelganda. Ha. Ekan ey. Semiz 28 deydi. Qozisi ham, atdushi, inesi ham, bolasi ham. 22 bersam desam yo'q deydi. 28 arzon bo'ladi. Euro Hansal Tanjuri giriftai 550 so'mdan savdo optimda yechiklar. Hey takot chand yayba. Inami. Pul girishcha. İş şansı mı? Yazsın. Pul giriş çanda irava. 950-900 boladı deydi. Anavsi 1200 de yaptı. Yana muamilası var. Ana bu yekovdu 550'den savda oldu. Hansal Tanjoy savda işte. Chans mı var o? Azor afsa. Pul giriş ya. Bir 1700'den deydi. Nechiga to'g'ri keladi? Ma. Yarım ming so'm deydi. Yana muamelasi bor. Yeni bola qo'y. Bazar 22 qilyapti deydi. Prosta bu mal ko'p, talpa syomka qilish ham sal 25. Bu azor pansa.